Yangiobod tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Karel Chapek "Salamandralar bilan jang" ilmiy-fantastik roman. Ruschadan Alimulla Habibullayev tarjimasi. Nashrga tayyorlovchi, iqtibos va izohlarni kirituvchi Ergashboy Matyoqubov. Aziz kitobxonlar, qo'lingizdagi ushbu kitob chex adibi Karel Chapek qalamiga mansub "Valka Smolki" romanini rus tili orqali Alimulla Habibullayev tomonidan "Salamandralar bilan jang" nomi ostida tarjima qilingan ko'rinishidir. Shuni bilingki, badiiy asarni tarjima qilish shu asarni qaytadan yozish bilan teng qiyinchilikka ega. Shu tildagi iboralarni, so'zlarni, jumlalarni yoki maqol-matallarni maromiga yetkazib tarjima qilish juda mushkul ish. Tilni mukammal bilish, shuningdek o'sha til egalari, xalqning turmush tarzi, etnografiyasini, madaniyatini va tarixini mukammal bilish talab etiladi. Shuning uchun Alimulla Habibullayev ham doimo xalqimizning, ayniqsa o'quvchi yoshlarimizning tahsin-u tashakkuriga sazovor bo'lgan. Biz ham shular qatorida tarjimon Alimulla Habibullayevdan ushbu xizmatlari uchun behad xursandmiz. Mashhur chex yozuvchisi Karel Chapek o'zining "Salamandralar bilan jang" romanida 1930-yillardagi xalqaro siyosatni, shu jumladan Germaniyada bosh ko'targan fashizmni qattiq hajv qilgan. Romanga go'yo Indoneziya orollaridan birida uchragan aqlli maxluq salamandralarni odamiylashtirish haqida fantastik uydirmani asos qilib olingan. Ulkan foyda olish uchun har qanday qabihlikdan qaytmaydigan sanoatchilar salamandralardan arzon ishchi kuchi sifatida foydalanadilar. Salamandralar esa o'z navbatida insoniyat, jamiyatning barcha illatlarini o'zlashtirib olib, odamlar bilan raqobat qila boshlaydilar. Salamandralar hayotini tasvirlar ekan yozuvchi o'sha davr siyosatining satirik manzarasini chizib beradi. Ushbu kitob ilk bor o'zbek tilida 1979-yilda chop etilgan. Bu davrdagi nashrida ayrim so'z va jumlalarning ma'nosi izohlanmagan yoki ruscha so'zlar bilan yoki baynamillar jumlalar orqali berilgan edi. Bu holat bilan biz tarjimonlarni yoki o'sha davr nashriyoti xodimlarini kamsitish fikridan yiroqmiz. Faqat hozirgi davr kitobxonlarining talab va iltimoslariga asosan asar tarjimasiga qo'shimcha iqtiboslar kiritildi va hozirgi o'zbek adabiy tili qoidalari asosida qayta tahrirlandi.